Aziz muxlislarim, bir necha kun oldin e'lon qilganimdek Hindistonga boraman, lekin men yolg'iz Hindistonga bormayapman. Ol tariqli Qurbonjon aka bilan Hindistonga boryapman. Siz bilan faqat bitta iltimos so'ramoqchi edim. Doimiy duoda bo'linglar. Hindistondan muolaja olib, O'zbekistonga tezroq sog'ayib ketib, qaytib kelsin. Xudo xohlasa aloqadamiz, hamma ma'lumotlar Xudo xohlasa kanalimizda joylaymiz. Kuzatib bo'linglar, salomat bo'ling. Biz samolyotda edik. Keyin kasalxonada analizlar topshirishdan keyin PET tomografiyadan oldin radiatsiya uchun maskalarni tayyor qiladigan paytda shunaqa vrachlar maska tayyor qilinadi. Keyin biz PET tomografiyani chuqurroq video qildik sizlarga ko'rsatib o'tish uchun. Keyin mehmonxonada biz birga o'tirib gaplashib video qilgan edik. Shu videoda akaning ahvoli haqida ozgina ma'lumotlar berib kanalimizda qo'ygan edik. Shu video ham siz kanalimizda kirib ko'rsatishingiz mumkin. Hindistonga har qanday tibbiyot bo'yicha yordamlar kerak bo'lsa, biz bilan aloqaga chiqishingiz mumkin. Biz bilan Telegram nomer 99095 1920 bilan Telegram orqali murojaat qilishingiz mumkin.